Lager şahidi Qəlbi Nur xanım qatarlıqla Belgiya parlamentida guvohlik berib, Belgiya doiralarini Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishga chaqirdi. O'zining yig'ilish lagerlaridagi kechirmishlari asosida Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bosqinchilik, tug'mas qilib etish va majburiy emgak qatorliq siyosatlar haqida to'xtalgan Qəlbi Nur xanım Belgiya doiralarini Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishga chaqirdi. Bu yig'inga yana Dünya Uyg'ur qurultiyining Belgiyadagi vakili Konstib Efendi va Beryosil Hürriyet Universitetining professori Vanessa xonim qatorliqlar qatnashgan bo'lib, ularmi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan bostirish siyosatlarini qattiq ayblab, fikr bayon qilgan. Ular so'zida Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi dalil paketlarini ko'rsatib, Xitoy hukumatining razil jinoyatlarini bash qilgan. Belgiyadagi mazkur guvohlik berish yig'inini asli 5-oyning 4-kuni o'tkazishni plan qilingan bo'lsa-mu, ammo tor hujumi sababli kechiktirilgan edi. Ayni chog'dagi xabarlarda bu xakerlik hujumining Xitoydan kelganligi faraz qilingan edi. Guvohlik berish yig'inida Gollandiya Emgakchilar partiyasining bir qism vakillari Uyg'urlarga qarshi bir qism so'zlarni qilgan bo'lsa-mu, ammo boshqa partiyalarning kuchli raddiyasiga uchirgan. 5 soat davomlashgan guvohlik berish yig'inidan keyin har qaysi partiya vakillari Qəlbi Nur xonimga rahmat aytgan va uni qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining bayonotchisi Nancy Pelosi seshanba kuni Davlat Majlisining isbot anglash yig'inida dunyodagi har qaysi davlat rahbarlarini kelar yili 2-oyda Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmasligi kerakligini bildirgan. U mundaq degan: "Davlat boshliqlari Xitoyga berish orqali Xitoy hukumatiga yuz bermayli. Agar davlat boshliqlari irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyga borsa, sizlar musobaqa maydonining o'rindiqlarida o'ltirayotgan vaqtning o'zida irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan bo'ladi. Shunga tanargatchilarimizga va o'z davlatimizda hurmat bildiraylik. Bu bir diplomatik boyqut qilish, bundaq jiddiy masalaga sukut qilishni qabul qilg'il bo'lmaydi." Nancy Pelosi xonim yana mundaq degan: "Agar iqtisodiy sabablar tufaylidan Xitoyda yuz berayotgan kishilik huquq tafsandiligiga inkas qaytarmasak, dunyoning boshqa har qanday yerdagi kishilik huquq masalasi haqida gap qiladigan salohiyatimizni va shundaqla xalqarodagi e'tiborimizni yo'qotib qo'yamiz." Yig'inga riyosatchilik qilgan Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Krisimiz shirkatlarning davlat majlisida ifoda bildirishi va hisob berishi kerakligini aytdi. Demokratchi Kengash palata a'zosi Jim McRoven bo'lsa, qishliq olimpik tanarkat musobaqasining kechiktirilishi va xalqaro olimpik komitetiga sohibxonlik qiladigan davlatning yangidan tanlashi uchun vaqt berishi kerakligini bildirgan. McRoven, agar biz yo'qim sababidan olimpik tanarkat musobaqasini 1 yil kechiktira oladigan bo'lsak, irqiy qirg'inchilik sababidan uni 1 yil kechiktirishimiz kerak dedi. 2020 yili Tokioda o'tkazilmoqchi bo'lgan yozliq olimpik tanarkat musobaqasi Wuhan virusining tarqalishi sababidan Yaponiya va xalqaro olimpik komitetining qarori bilan kechiktirilgan edi. Xitoy bilan Rossiya Xitoydagi ikki yadro elektr stansiyasiga yangi bir avlod Rossiya ishlab chiqargan reaktor qo'shish xizmatini boshladi. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabar qilishicha, Xitoy prezidenti Shi Jinping va Rossiya prezidenti Vladimir Putin to'rda o'tkazilgan ul selish marosimiga qatnashgan. Bu tur doirasida Xitoyning Jiangsu o'lkasidagi Tayvan yadro elektr stansiyasining 7 va 8 reaktori va Liaoning o'lkasidagi Shudabao yadro elektr stansiyasining 4 va 3 reaktorlari Rossiya tarafidan yasaldigan. İlgilenishçe Shi Jinping bilan Putin 2018 yili 6-oyda jami 3 milliard dollar mablag' silingan 4 yadro reaktori yasashga qo'shilgan. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan tunji qitim ko'rishdi. Shimoliy qutb davlatlarining diplomatiya ministrlarining uchrashish munosabati Islandiyaning poytaxti Reykjavikda turayotgan Lavrov bilan Blinken ko'rishishdan ilgari axborotga bayonot e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrov ikki davlat munosabatining yanada taraqqiy qilishini muzokara qilishni xohlaydiganligini bayon qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Amerika prezidenti Joe Biden orasidagi telefonga asosan qanday qilib munosabatni taraqqiy qildirish to'g'risida suhbatlashadiganligini bayon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Amerika va Rossiyaning nurg'un sohadagi manfaatining birdek ekanligini tilga ilib, ularning bu masalalarda hamkorlikni kuchaytirganligini bayon qildi.
Amerika olam qatnashi armiyasi etilgan boshqarilgan bomba qoldirib ketgan izlarni sezib, dastlabki ogohlantirish rolini o'ynaydigan va infiraq qizil nur siziq iqtidoriga ega sun'iy hamrohni olam bo'shligiga avatdi. 1 milliard dollar mablag' selingan bo'shliqni asos qilgan infiraq qizil nur sistemasi yer shari mos qadamlik orbita sun'iy hamroh 5 nomli sun'iy hamrohni mudofaa va olam qatnashi shirkati Lockheed Martin ishlab chiqargan bo'lib, yer yuzida va yer yuzida etilgan boshqarilgan bombaning issiqlik va gaz izlarini payqay oladi va dastlabki ogohlantirish uqtirishi bilan ta'minlaydi. Bu mazkur turdagi sun'iy hamrohlarning 5i bo'lib, 6 sun'iy hamrohdan tashkil topgan bir torning bir partiyasi bo'ladi ekan.